Yurtimizda barcha jabhalarda bo'lgani kabi temir yo'l yo'lovchi tashish sohasida ham ijobiy natijalarga erishilmoqda. Mana shu siz ko'rib turgan vokzal Urganch shahrida joylashgan bo'lib, bu yerga yangi vagonlar olib kelindi. Prezidentimiz yangi tashkil etilgan vagonlar holati bilan tanishdi. 2023-yil 10-oktyabrda muhtaram prezidentimiz tomonidan qaror imzolandi. Bu qarorga asosan temir yo'lni tubdan isloh qilish vazifalari yuklatilgan. Bu vazifalar ichida yo'lovchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan imtiyozli kredit asosida 50 million dollar ajratilib, 2025-2026 yillarda 70 ta yangi yo'lovchi vagonlarini xarid qilish ko'zda tutilgan. Shu 70 ta vagonimizdan O'zbekistonda Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodida ishlab chiqarilgan 10 ta vagon yo'lovchilarimizga poyezdlarga xizmatga topshirildi. Vagonimiz 4 ta plaskart, 4 ta kupe va 2 ta SV vagondan iborat. Bu vagonlarimiz hozirgi kunga kelib Toshkentdan Urganch, Xiva yo'nalishlarida harakatlanmoqda. Vagonlarimizni ko'radigan bo'lsak, yangicha dizaynda qilingan. Undan tashqari qo'shimcha bio hojatxonalari bor. Xavfsizlik tizimlariga kameralar o'rnatilgan. Kelgusida Andijon Xiva, Andijon Termiz hamda Toshkent Olot yo'nalishlarida ham harakatlanishi ko'zda tutilgan. Farg'ona Politexnika institutiga kirganimizga 40 yil to'libdi. 6 ariqda yig'in bo'lyapti, kursdoshlar yig'ilishi. O'shanga Xudo xolasa boryapman. Vokzalning sharoiti juda yaxshi. Kirishda ham yaxshi kutib oladilar. Mana yeydigan, ichadigan, dam oladigan xonalar bor. Mana yosh kattalarga xizmat ko'rsatishyapti. Chipta sotib olish ham yaxshi, onlayn tashkil qilingan. Biletlarni ham onlayn oldik. Endi hozir qo'shimcha vagonlar qo'yilyapti. Mana shu odamlarga Toshkentga, mana Andijon Urganch poyezdiga, Xiva Urganch o'sha qo'shimcha vagonlardan ham qulaylik bilan foydalanib kelyapmiz. Turistlar ham foydalanib kelyapti. Xorazm turistik zona-yu, bilasiz. Misol uchun Xivaga, Ichanqal'aga kelishadi. O'shaning uchun qulayliklar juda zo'r. Gap yo'q.